Assalomu alaykum. Davom etamiz yana uстановkalarga. Navbatdagi adresga ham mebellarimizni olib kelib, egalariga topshirib ham oldik. Yotoqxona to'plami olib kelganmiz. Samarqand, Pastdarg'om, Juma shahriga olib kelganmiz. Endi mebel haqida qisqa qilib aytib o'tishga, ma'lumot berishga harakat qilamiz. Shkafdan boshlaydigan bo'lsak, shkafimiz yonbosh razmeri 240, balandligi 215, kiyim sig'im razmeri 55 sm. Mebel rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Kimgadir boshqacha rangi ham ma'qul kelsa, uni ham yasab bera olamiz. Bundan tashqari uyning razmeriga balandlik, yonbosh razmer cheklanmagan. Kimdir uyimni to'g'risiga qilaman, sili egallashgan holda yasalsin desa, uni ham yasab bera olamiz. Mebelimiz materiali 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Divanga keladigan bo'lsa 210 ga 170 matras razmer. Klient xohishiga qarab matras ham qilib bera olamiz. Hozirgi holatda paralon bo'lgan, paralon stolchikning usti 4 sm li mashalka bo'ladi. Matras bo'lsa $100 gacha pulida razisiya qiladi. Tremosi 140, balandligi 185, ikkita eshik, ikkita tortma. Ichki holatda polkalari bor variantda, eshiklari 100% vakuumda. Mana bu kupinniy varianti, ya'ni suriladigan damas eshigiga o'xshab, ichki holati klient xohishi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, klient xohishi hozirgi holati mana bu tomon razmeri 2 ga bo'lingan, sabab razmeri kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Narigi tomoni uzunroq, o'rta qismi polkali qilib yasab berganmiz. O'rtasida bitta sipchasi bor. Mana bu o'rta qismi. Narigi tomon razmeri uzun bo'lgan kiyim uchun mo'ljallangan. Tumbalar o'rta holatda, balandligi 60 sm, yonbosh 40 sm qilib tumbalar yasalgan. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sexning o'zidan olgan bo'lasiz. Bundan tashqari sexning o'ziga ham borib, bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. 30 xildan ziyod mebel bor. Rangida, razmerlari cheklanmagan. Bemalol tanlov asosida olsangiz bo'ladi. Xo'sh, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol biz bilan bog'lanib, aloqaga chiqishingiz mumkin.